Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. 3ta xazina inkubator oldim. Xudoga men qatnashib jo'ja chiqarishi, ishlashi 100% ekan. Jo'jani yaxshi chiqaryapti. Ishlashi mana 100% ishlab turibdi. Mana natijasi jo'jalar chiqaryapti. Inkubatorda o'zi ishlashi 100%. Biroq kamchilik joyi yo'q. Deyarli 4 oydan beri ishlatib yuribman shu inkubatorni. Men baraka topdim ustodan. Mana natijasi. Bir kunlik jo'jalar. Mana bu yerda o'sha inkubator apparatining jo'jalari xudo xolasa 16 kunlik bo'ldi. Bular bu jo'jalar 16 kunlik bo'ldi. Mana bu jo'jalar esa 8 kunlik bo'ldi bu jo'jalar. Hattoki broiler tuxumini olib inkubatorga qo'yib, katta jo'ja ham broilerda jo'jasi tuxumi, shu broiler tuxumini ham chiqardi. Ben o dert çektim bilemezsen. Ailem yığlasa gülemezmen. Ey sen halı üzüyem dosamazsen.